butun boshli hayotingizni o'zgartirib yuboradigan top 3 ta biografik asarlar. Bu insonlar tarix yozadi. Endi navbat sizga. Birinchisi, Mahatma Gandi, mening hayotim. Qat'iyat, zo'ravonliksiz kurash va ruhiy kuch. Mahatma Gandi o'zining hayoti bilan butun boshli millatni uyg'ota oldi. Ikkinchi kitob. Henry Ford, mening hayotim. Oddiy dehqon oilasida tug'ilib, butun boshli sanoatda inqilobchi sifatida nom qozongan Henry Fordning hayot yo'li bu kitobda ajoyib tarzda o'zi tomonidan yozilgan. Uchinchi kitob. Steve Jobs by Walter Isaacson. Steve Jobs nafaqat texnologiya, balki butun boshli hayot tizimimizni o'zgartirdi. Uning hayoti faqat texnologiyadan iborat emas. Uning hayoti qadriyatlar, o'ziga xos ijoddan iborat. Ushbu kitoblarni o'qing, zavqlaning va kommentariyada rahmat bildirib qo'yasiz.